Bu muslimalarning aybi. Robbim Alloh, dinim islom, qonunim shariat deb baralla aytganlari va musulmonlarni kapitalistik zulm kishanlaridan xalos etishga bel bog'laganlardir. Ular xalifalikni ummatning yagona najot kemasi deb bildilar va shu yo'lda fikriy siyosiy kurash maydoniga o'tildilar. Nokenning sobit qadam muslimalari xuddi ilk islom davrida zulmga tiz cho'kmagan Sumayya raziyallohu anha yoki Uhudda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoya qilib jang qilgan Ummu Umara kabi islom mafkurasining bukilmas qalqoniga aylandilar. Xavfsizlik kuchlarining vahimasi va ojiza ayollarni zax kameralarga uloqtirishi fikrni fikr bilan yenga olmagan, fikran mag'lub bo'lgan rejimning so'nggi talvasasidir. Zero fikr oldida tili lol qolganlar doim kishan va panjaralarga suyanadilar. Biroq bu qahramon ayollar isbotladilarki, iymonni zanjirlab bo'lmaydi. Xalifalik sog'inchini esa hech qanday qamoq devorlari bilan to'sib bo'lmaydi. Ey qirg'iz rejimi, zulmni to'xtating va bu iffatli ayollarni zudlik bilan ozod qiling. Sizning bugungi qabih qilmishlaringiz aslo jazosiz qolmaydi. Vaqt borida ilohiy qasos soati yaqinlashmay turib, esingizni yig'ib oling. Bir lahzalik foniy manfaat uchun abadiy xorlikni sotib olmang. Zero xalifalikning muborak tongi ufqlarda bo'y ko'rsatmoqda. O'sha nusrat kuni kelganda ayollarni kishanlagan qo'llar jazosini oladi. Ularni himoya qilganlar esa aziz bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin." Mu'minlarga nusrat berish biz uchun haq bo'lgandir.